Tasavvur qiling, siz yer sotib oldingiz, lekin bir kun kelib kimdir bu yer sizniki emasligini aytadi. Sababi esa oddiy, yer rasmiy ro'yxatdan o'tmagan. Xo'sh, yerni ro'yxatdan o'tkazish nima va nega bu jarayonni kechiktirish xavfli? Bugun aynan shu savollarga aniq javob beramiz. Yerni ro'yxatdan o'tkazish nima va nima uchun muhim? Yer bu eng qimmat va mas'uliyatli mulklardan biridir. Ammo yer sizniki bo'lishi uchun uni sotib olish yoki egallashning o'zi yetarli emas. Agar yer rasmiy ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, u qonun oldida sizga tegishli hisoblanmaydi. Shu sababli yerni ro'yxatdan o'tkazish har bir yer egasi uchun eng muhim va majburiy jarayondir. Yerni ro'yxatdan o'tkazish deganda, yer uchastkasini davlat kadastr tizimiga kiritish, uning chegaralarini aniqlash, hujjatlashtirish va egasini rasmiy tarzda tan olish tushuniladi. Bu jarayon yakunida yerga kadastr raqami beriladi va u davlat reyestrida qayd etiladi. Oddiy qilib aytganda, ro'yxatdan o'tgan yer bu huquqiy jihatdan himoyalangan yer demakdir. Yer nima sababdan ro'yxatdan o'tkazilishi shart? Birinchidan, ro'yxatdan o'tgan yerning egasi aniq va qonuniy bo'ladi. Hech kim bu yerga da'vo qila olmaydi, chunki barcha ma'lumotlar davlat bazasida saqlanadi. Ikkinchidan, faqat ro'yxatdan o'tgan yer bilan to'liq muomalalar qilish mumkin. Masalan, bunday yerda qonuniy ravishda uy qurish, uni sotish, hadya qilish, meros qilib qoldirish yoki bank orqali kredit garovi sifatida qo'yish mumkin bo'ladi. Ro'yxatdan o'tmagan yerda esa bu imkoniyatlarning barchasi cheklangan. Uchinchidan, ro'yxatdan o'tmagan yer doimo xavf ostida bo'ladi. Kelajakda jarima, sud ishlari, qo'shnilar bilan chegara nizolari yoki hatto yerning tortib olinishi kabi muammolar yuzaga kelishi mumkin. Aynan shuning uchun yerni ro'yxatdan o'tkazish bu ortiqcha ish emas, balki o'z manfaatlaringizni himoyalash chorasi hisoblanadi. Yerni ro'yxatdan o'tkazish jarayoni qanday amalga oshiriladi? Yerni ro'yxatdan o'tkazish jarayoni bir necha muhim bosqichlardan iborat. Avvalo, yer uchastkasi joyida o'lchanadi va uning aniq chegaralari belgilanadi. Bu ish maxsus mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi va natijada kadastr chizmasi tayyorlanadi. Shundan so'ng yerga oid barcha hujjatlar, eski hujjatlar, qarorlar yoki shartnomalar yig'iladi va tegishli kadastr organlariga topshiriladi. Mutaxassislar hujjatlarni tekshiradi, yer ma'lumotlarini davlat bazasi bilan solishtiradi va to'g'ri bo'lsa, yer davlat reyestriga kiritiladi. Jarayon yakunida yerga kadastr raqami beriladi. Bu raqam yerning yagona identifikatori bo'lib, kelajakda barcha tekshiruv va huquqiy ishlar aynan shu raqam orqali amalga oshiriladi. Shu paytdan boshlab yer rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tgan hisoblanadi. Xulosa va muhim tavsiya. Agar siz yer sotib olgan bo'lsangiz, yer ajratilgan bo'lsa yoki meros orqali yerga ega bo'lgan bo'lsangiz, uni imkon qadar tezroq ro'yxatdan o'tkazing. Chunki vaqt o'tgan sayin hujjatlarni tiklash qiyinlashadi va muammolar ko'payishi mumkin. Unutmang, ro'yxatdan o'tmagan yer qonuniy himoyasiz yer. Avval ro'yxat, keyin qurilish. Agar siz yeringizni haqiqatan ham o'zingizniki deb hisoblamoqchi bo'lsangiz, uni albatta ro'yxatdan o'tkazing. Bu nafaqat qonun talabi, balki kelajagingiz uchun eng to'g'ri qarordir. Ro'yxatdan o'tgan yer bu xotirjamlik, ishonch va xavfsizlik demakdir. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, uni baham ko'ring va kanalga obuna bo'ling. Oldinda yerni rasmiylashtirish, kadastr va qurilish bo'yicha yana ko'plab muhim mavzular bor.